O'zbekistonimizning aziz ayol sudyalari, sizlarni O'zbekiston ayol sudyalari assotsiatsiyasining tashkil etilgani, shuningdek yaqinlashib kelayotgan sana Xalqaro ayol sudyalar kuni bilan chin yurakdan tabriklayman. O'zbekistonda biror bir ayol davlat va jamiyatning e'tiboridan hech qachon chetda qolmaydi. Kuni kecha prezidentimiz tomonidan ayollar va bolalarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilishni kuchaytirishga qaratilgan muhim farmon qabul qilindi. Bolalarga nisbatan zo'ravonlik va jinoyatlarga ham bundan buyon mutlaqo murosa qilinmaydi. Qonun hamma uchun barobar ishlashi shart. Istisnosiz, hech qanaqa xos odamlar yoki alohida vaziyatlarsiz. Bu gap har kimga, respublikamizning har bitta burchagida birdek taalluqli va buni hamma anglashi lozim. O'zbekistonning istalgan hududidagi har bir qizaloq singillarimiz shuni bilishini xohlardim. Agar Xudo ko'rsatmasin, boshiga kulfat tushsa, qonun undan yuz o'girmaydi. Har bir ayol shuni bilsinki, uni jimgina zulmga chidashga hech kim majbur qila olmaydi. Har bir bola xabardor bo'lsin, davlat uni himoya qilishga majbur. Sudya bo'lish qanchalik og'irligini tasavvur qilaman. Sudyalarning katta qismi erkaklar ekanini inobatga olsak, ular bilan bir qatorda ishlaydigan ayol sudyalarga ba'zan 2 karra qiyin bo'ladi. Muhtarama ayol sudyalar, sizlar davlatning vijdonisiz, uning yuzi, umidisiz. Prezidentimiz ushbu farmonni hayotga tatbiq etishda sizlar ham butun kuch-g'ayratni safarbar etishingizga katta umid bog'lamoqdalar. Xalqaro ayol sudyalar kuni munosabati bilan ilk marotaba ham amaldagi sudyalarga, ham faxriylarga davlat mukofotlari topshirilishi men uchun ayniqsa ahamiyatli hodisa bo'lmoqda. Shavkat Mirziyoyevdan minnatdorman. Katta rahmat, energiyaning ishlariga oldi. Bu xizmatga bo'lgan hurmat belgisidir. Jamiyatimiz sizga ishonadi. Katta sizga ehtiyojimiz bor. Sizning professional salohiyatingiz va insoniylik fazilatingiz hamisha xalq ishonchining ramzi bo'lib qolsin. Rahmat sizlarga.